sovg'alarimizni tayyorlayapmiz. Hammaga salom. 3 ta ishtirokchimiz g'oliblar mana. Xolos uchalariga ham tayyor bo'lyapti. Bu arzimagan do'konimizdan yana qo'shimcha sovg'a shirinliklar bolalar bilan hayitdan keyin xolisi. Xo'p, bu ishtirokchilarimizni ikkitaligi viloyatlarimizdan, bittaligi Namangandan, bittaligi Navoiydan adashmasam, ularga BTSdan bugun chiqarib beramiz. Yana bittaligi Toshkent shahrimizdan bugun keldilar, hozir ularga topshiramiz. Va nihoyat konkursimiz g'oliblari tashrif buyurishdi. 2000 tadan oshiq kommentariyalar orasidan biz 3 insonni tanlagandik. Xush kelibsiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Sizga nasib qilgan ekan, chunki bu haqqoniy ko'rib turibsiz. O'zingiz kommentariylar sizniki qaynasingizniki edi, adashmasam, birga tanladik. Mana ularga mos narsa xudo xohlasa yoqadigan bittaman. Sovg'alarimiz mana sizga qo'shimcha xudo xohlasa magazinimiz tarafdan arzimagan bo'lsa ham shirinliklar. Oilangiz bilan yoki ularga bersiz, qaynasingizga berasiz xohlasangiz. Xo'p, materiallarni tanladik. Buni sizga hadya qilamiz hozir. O'zingizni fikringizni ozginagina bo'lsa ham bildirsangiz, chunki ko'p kommentariyalar bizga direktdan murojaat qilishadi, kommentariy yozishadi. Shu qanaqa haqqoniy emas, ko'p anaqa uchun, reklama uchun faqatgina deyishadi. Bizda haqqoniy, xolis hayit uchun qildik, mijozlarimiz uchun. Xudo xohlasa bu oxirgisi emas. Konkurslarni qilamiz yana. Xudo xohlasa, keyingilarida ham xudo xohlasa balki yutib qolishingiz mumkin. Bu bilmaydi, baribir chunki bizga ham boya omadli insonman, har doim yutaman o'zingiz. Xudo xohlasa, tabriklaymiz. O'zingiz fikringizni ozgina bildiring. Shu qanaqa haqqoniyligi uchun, mana o'zingiz kelganingiz uchun mana ko'rdim deb tanladik, mana hammasi birgalikda. To'g'risi, men yutaman deb o'ylamagan edim, lekin ishongan edim. Juda ko'p konkurslarda yutganman, lekin aynan sizlardan shu Mirshax Tikanidan yutgim, qaynisinglimlarga, shu opajonimlarga hayitga sovg'a qilgim keldi. Niyatim xolis ekan, mana niyatimga sizlarga ham rahmat ko'rdim. Juda ham zo'r hadya bo'ladi. Juda chiroyli narsalar berdinglar. Sabab tanladik. Rahmat. Zo'r material tanladik. Shokoladniy tsvetda oxirgi trend urushdagi narsamizni. Xudo xohlasa ularga ham albatta yoqadi. Keyingi ishtirokchilarimizga ham narsalar albatta yoqadi, chunki biz oddiy narsa bermaymiz, yaxshi narsa xudo xohlasa qo'ldan kelgancha. Xudo xohlasa har doim biz bilan bo'linglar. Hammasi ishonchli, mana hadyalarimizni topshiryapmiz. Keyingi konkurslarimizda ham biz bilan birgalikda o'ynanglar, qanaqadir ma'noda qatnashinglar, o'zingizning omadinglarni sinab ko'ringlar. Mana sovg'amni oldim. Sizlar ham o'ynanglar, hammasi haqqoniy ekan. Rahmat hammaga.